Köp dövlət zatlары Jongoning yangi tipdagi tajismon viruslik o'pka yallig'i yuqumiga taqobil turish xizmatida qo'lga keltirgan yangi ilgarilashlarga ijobiy baho berdi va Jongoning yuqum ustidan g'alaba qila oladiganligiga ishonadiganligini bildirdi. Tönügün Afrikalar İttifaqıga a'zo har qaysi davlatlar Afrikalar İttifaqıning bosh shtabida yangi tipdagi tajismon viruslik o'pka yallig'i yuqumiga taqobil turish to'g'risida ministr darajaliklar yig'ini ochdi. Afrikalar İttifaqı komitetining raisi Faki munlarni bildirdi. Jongo g'oyat zo'r qurbonlik berib, yuqumning oldini olish tizginlashning ko'znak mezgilini yaratdi. Jongoning yangi tipdagi tajismon viruslik o'pka yallig'i yuqumiga taqobil turishi intayin kasbiy bo'ldi. Bu kasbiy bilimlar bizga nisbatan intayin muhim. Shuning bilan birga Jongo yuqumga taqobil turgan chog'da bizmo Jongoga munosib yordam qilganimizdan xushalman. Mən Jongo hökuməti qo'llangan tadbirlarga intayin qoyilman. Bundaq tadbirlarni yo'lga qo'yishning qiyinlik darajasi intayin cho'ng. Masalan, yuqumning kengayib ketishining oldini olish uchun Jongo Wuhandagi xodimlarning yo'tkilishini azaytish tadbirini qo'llandi. Biz bu tadbirning nihoyatda muhim rol o'ynaydiganligiga ishonamiz. Jongo yana tashabbuskorlik bilan inkos qaytarish mexanizmini qo'llandi. Garchi Jongo shuncha ko'p qiyinchilikqa duch kelgan bo'lsa-mu, yana boshqa davlatlarga yordam qilyotdi. Efiopiyami Jongo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazining qo'llashiga erishdi. Tönügün kechda Serbiya xalqi Jongolik qarindoshlar bilan mangu billa temisidagi musiqa kechaligi Serbiyaning poytaxti Belgradda o'tkazildi. Qudratli Jongo dunyoga o'zining qiyinchilik bilan qandoq elishadiganligini yana bir qaytam namoyon qilib berdi. Jongo yuqumning boshqa davlatlarga tarqalishini barliq kuchi bilan to'sdi. Jongo kasallarni tirishib qutqizib davolab, uchurlarni dunyo bilan o'rtoqlashdi. Jongoning yuqum ustidan tezroq g'alaba qilishini umid qilamiz. Bu jangda yengan Jongo texmi qudratli bo'ladi. Amerika Bill Gates fondi jamiyatining birlashma raisi Bill Gates munolarni bildirdi. Jongoning bu qitimqi ommaviy sahiya krizisiga keskin taqobil turishi va qat'iy va'da berishi dunyoga yaxshi ulgu tiklab berdi. Jongoning yuqumni tizginlash jihatiga rahbarlik kuchi hamda xalqaro tashkilot va ko'p taraf mexanizm bilan hamkorlashishi yuqumni to'sishda muhim zo'r rol o'ynaydi. Dunyo sog'lomlik sohasining sijil taraqqiy qilishini ilgari surishga asos soladi. Köplagan davlatlar sahiya tarmoqlarining amaldorlari munolarni bildirdi. Jongo yuqumning taraqqiyotiga qarta bir qator oldini olish tizginlash tadbirlarini qo'llanib, yuqumning texmi keng doiraga kengayib ketishining oldini olib, mas'uliyatchan cho'ng davlatning zimmasiga elish ruhini namoyon qildi. Jongo hukumati qo'llangan yuqumning oldini olish tizginlash tadbirlari virusning sirtqi kengayib ketishini unumli to'sdi. Jongo dunyodagi har qaysi davlatlarni amaliy, ishonchli uchurlar bilan ta'minladi. Dunyo sahiya tashkiloti chegara portlarni kishilarning yo'tkilishi va savdo berish kelishiga echib etish taklifi berdi. Chilimo echib etish holatini saqlaydi. Tibbiy nuqtadan qaraganda Jongoning yuqumga taqobil turish harakatida o'lim ko'rildi. Bundaq yuqum har qanday jiddiy ishlarga taqobil turish tarmoqlariga nisbatan g'oyat zo'r xiris. Jongoliklar bir niyat ittifoqlashib yuqumga taqobil turdi. Jongo tibbiy xodimlarining fidokorlik ro'yi kishini ta'sirlantirdi. Jongo qudratli davlat. Jongoning yuqum ustidan g'alaba qila oladiganligiga ishonaman. Ko'p davlatning siyosiy va ilm sohasidagi zotlari yangi tipdagi tajismon viruslik o'pka yallig'i yuqumining Jongo va dunyoning iqtisod savdosiga ko'rsatgan ta'siri vaqtliq. Jongo iqtisodining uzun mazgil yaxshi bo'lish vaziyatini ta'virtanmaydi dedi. Xalqaro pul fondi tashkilotining bosh lideri Georgiyeva 2-oyning 22 kuni Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda o'tkazilgan 20 davlat guruhi moliya ministrlari va Markaziy bank boshliqlari yig'inida bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Jongo hukumati krizis boshqarish, harakatchan ta'minlash va moliya pul muomala siyosatidan foydalanib, yuqumning iqtisodga bo'lgan salbiy ta'sirini tirishib pasaytiryotdi. Xalqaro pul fondi tashkiloti Jongoga bu siyosat va tadbirlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Yuqorqi siyosat va tadbirlar yuqumning unumli oldini olib tizginlagan ahvolda kelgusida yer shari iqtisodining ta'siriga uchrash darajasi bir qadar tövan, davomlashadigan vaqti bir qadar qisqa bo'lishi mumkin. Bayonotda yer shari hamkorligi yuqum va uning iqtisodiy ta'sir ko'rsatishini to'sishda intayin muhim deb ta'kidlandi. Xalqaro pul fondi jamiyati 2-oyning 22 kuni bir parcha dokladida mundaq deb ko'rsatdi. Yangi tipdagi tajismon viruslik o'pka yallig'i yuqumi oldida Jongo ko'p sohalarda ishlab chiqarishni paydin-pay asliga keltirdi. Buni barliq kishilar ko'rishni umid qiladi. Yuqumning Jongoda paydin-pay unumli tizginlanishiga ergishib, bizning ishonchimiz uzluksiz eshiyotidir. Jongoning nurg'un joylaridagi zavodlar ishlab chiqarishni asliga keltirishni boshladi. Biz eng qiyin chog' o'tib ketdi deb qaraymiz. Jongo kuchlik va mas'uliyatchan oldini olish tizginlash tadbirini qo'llandi. Biz yuqumning unumli tizginlanadiganligiga ishonamiz. Bu krizisda Jongo iqtisodning har qaysi sohalaridagi kuchlik o'zini tengshash iqtidorini namoyon qildi. Bu Jongoning hayotiy kuchga to'lib toshgan davlat ekanligini, har qanday qiyin sharoitda iqtisodiy qurilishda ching turadiganligini ifodalaydi. Meningcha yuqumning Jongo iqtisodiga bo'lgan ta'siri vaqtliq. Jongoning ko'p qism joylarida yuqum unumli tizginlandi. Garchi yangi tipdagi tajismon viruslik o'pka yallig'i yuqumi murakkab ham ovorchilik bo'lsa-mu, ishonamanki Jongo oxiri uni yengalaydi. Jongoning ishlab chiqarish turmushimi paydin-pay asliga keladi. Jongo hukumati va xalqi bir niyatda yuqumga taqobil turdi. Meningcha bundaq yuqumning oldini olish tizginlashni dunyodagi nurg'un davlatlar qilolmaydi.
Dunyodagi har qaysi davlatlar Jungodan o'rganishi kerak. Yoqimdan keyin Jungo iqtisodi cho'qim normal yo'lga qaytib keladi. Chunki Jungo iqtisodining puxta asosi bor ham intayin ko'p manbalik. İran Davlat televiziya stansiyasining xabariga asoslanganda Iran G'arbiy Ozarbayjon o'lkasining Turkiya chegarasiga yaqin Qotor rayonida bugun 5.7 bal yer tavrigan. Tavrash markazining cho'nqurligi 6 kilometr bo'lgan. Yer tavrashda Ironda 36 odam yaralangan. Turkiya ichki ishlar ministrining bildirishicha, yer tavrashda Turkiyada 8 odam qazo qilgan, nurg'un odam ko'milib qolgan. Әмді xalqaro qisqa xabarda ko'ringlar. Suriya Qatnash Ministerligining ministri Ali Hamud 2 ayning 22 kuni Suriya poytaxti Damashq bilan shimoldagi muhim bozor Halabni tutashtiradigan janub-shimol muhim qatnash yo'li M5 yuqori suratli tosh yo'lida shu kun rasmiy qatnash asliga kelganligini jakarladi. M5 yuqori suratli tosh yo'lining qisman muhim yo'l bo'laklarini 2012-yili Suriya o'qitichi qurolliqlari bilan asabiy tashkilot egilib olgan. Suriya hukumat armiyasi yaqinda bu yuqori suratli tosh yo'lni kontrol qilish huquqini qaytarib oldi. Amerika Boeing şirketi 2 ayning 21 kuni ishlatishga topshirilmagan necha 10 Boeing 737 Max tiplik yo'lovchilar aeroplanining yiqilg'u sandiqida g'ayri modda borligini bayqadi. Sirtdan kelgan g'ayri modda mahsulot ishlab chiqarish jarayonida qolib qolgan metal o'qi, saymon, pochroq qatorliqlarni o'z ichiga olgan bo'lib, aeroplanda qolib qolsa qisqa tutishish va o't ofat qiyim xatarini ko'paytirib yetadi. Amerika Federatsiya aviatsiya idorasining bildirishicha, dastlabki tekshirish doklatiga asosan nazoratchilikni kuchaytirib, eng yangi ahvolga qarab yanama tadbir qo'llandi ekan. Boeing 737 Max tiplik yo'lovchilar aeroplanlarida yaqin qish kishilda 2 qatim hodisa yuz bergan bo'lib, navbatda yer sharidagi nurg'un davlat va rayonlarda uchishdan to'xtatildi va bu aeroplanlarning uchishi cheklandi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, xabarlarimiz tugadi.